Assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar. Sizlar bilan Ibrat farzandlar loyihasida yana men Mushtariy Boymatova. Sizlar bilan ushbu darsni ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Shu paytgacha boshqa bir formatda juda ham ko'p iboralar va gaplarni o'rganib kelgan edik. Mana endi bugundan boshlab yanada sifatliroq kontentga o'tish vaqti keldi. Bugungi muhitdan ko'rib turganingizdek, bugungi mavzuyimiz at the airport, ya'ni aeroportda. Bugun sizlar bilan aeroportda kerak bo'ladigan eng muhim ingliz tilidagi gaplarni va iboralarni tarjimasi bilan o'rganamiz. So if you're ready, let's start. At the check-in, ya'ni aeroportga birinchi kelganingizda sizga boarding pass, ya'ni samolyotga o'tiradigan taloningizni olish uchun aynan check-in doskasini yoniga, ya'ni boarding yoniga tashrif buyurasiz, borasiz va u yerda sizdan pasportingizni so'rashadi. Pasport yordamida sizning o'sha parvozingiz haqidagi ma'lumotlarni, ya'ni aynan o'sha qaysi darvozadan chiqasiz, qaysi aynan reysga o'tirasiz, reysingiz soat nechida va hokazolarni ko'rsatib turuvchi talon berishlari kerak. O'sha talonni olish uchun, demak, biz yana bir marta check-in boardga borar ekanmiz. U yerda bizga qanday savol berishlari mumkin? Good morning, may I see your passport, please? Good morning, may I see your passport, please? Nima uchun may ishlatildi? Nima uchun can I see your passport emas? May yumshoqroq ko'rinishi, ya'ni sizning pasportingizni ko'rsam maylimi degan gapning yumshoqroq ko'rinishi may. Ya'ni biz polite, xushmuomala bo'lish uchun can o'rniga may ishlatamiz. Va siz o'sha may fe'lini istalgan boshqa holatlarda ham ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, may I open the door, please? Eshikni ochsam maylimi? Ya'ni can I open emas, may I. May ko'proq albatta I bilan keladi. Ya'ni o'zimiz qilmoqchi bo'lgan biror bir o'sha action uchun boshqalarga nisbatan xushmuomalalik ko'rsatish maqsadida ishlatamiz. Okay, so sure, here you are deya uzatamiz. Here you are so'zini gapini shunchaki ishlatishimiz ham mumkin yoki sure. Shunchaki sure deyishimiz ham mumkin. Ya'ni albatta mana. Here you are qo'limiz bilan nimadirni uzatib berganimizda mana deb aytish uchun ishlatiladigan ibora. Keyin, are you checking any bags today? Are you checking any bags today? Ya'ni biror bir sumkangizni registratsiyadan o'tkazishingiz kerakmi? Ya'ni o'sha samolyotning bagaj qismiga qo'shiladigan sumkalaringiz bormi degan savolni shunday eshitishimiz mumkin, shunday tarzda eshitishimiz mumkin ingliz tilida. Are you checking any bags today? Are you checking any bags today? Demak, biz ushbu savolga qanday javob berishimiz mumkin? Yes, I have one suitcase to check in. Yes, I have one suitcase to check in. Agar bitta emas, ikkita va bir nechta chemodan bo'ladigan bo'lsa, I have 2, 3, 4 va hokazo. Suitcases unda s qo'shamiz. Chemodanlar so'zini shakllantirish uchun 2, ya'ni va hokazo bo'lgani uchun. Demak, I have one suitcase to check in. Menda bitta registratsiyadan o'tkazish kerak bo'lgan chemodan bor. I have one suitcase to check in. Okay, let's continue. Okay, keyingi gapimiz okay, demak o'sha yana xodim bizga nima deyishi mumkin? Okay, please place it on the scale. Please place it on the scale. Place joy degani. Place nimadirni place qilish, bu joylashtirish degani. Place it ya'ni uni joylashtiring on the scale. Scale bu tarozi. Taroziga qo'ying iltimos. Your bag is within the limit. Your bag is within the weight limit. Your bag is within the weight limit. Qarang, qiyin bo'lishi mumkin chunki W lar ketma-ket kelgan. Your bag is within the weight limit. Ahamiyat bering. W bor so'zni biz V emas V kabi talaffuz qilamiz. Shu talaffuzdagi xatoni juda ham ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilarida ahamiyat berib kuzatib sezishingiz mumkin. V emas V. Shuning uchun your bag is within the weight limit. Ya'ni within ichkarisida degani. Biror bir chegara qo'ydingiz, o'sha chegaradan chiqib ketmagan tarzda bo'ladigan bo'lsa nimadir? Within so'zini ishlatishingiz mumkin. Demak, your bag, sizning sumkangiz yoki chemodaningiz is within the, ya'ni within the, ichkarisida. Weight limit, ya'ni og'irlik limitining ichkarisida. Demak, chiqib ketmayapti, oshib ketmagan.
It's okay degani. Misol uchun aytaylik 35 kilogramgacha mumkin bo'lsa, ruxsat berilgan bo'lsa, 35 kilogramdan ichida, yuqori emas. Okay, here is your boarding pass. Demak, sumkamizni registratsiya qilishgandan keyin here is your boarding pass, ya'ni bizga посадочный talon, ya'ni o'sha boarding passni berishadi. Your flight departs from gate 22 and boarding begins at 10:30 a.m. Yana bir marta. Your flight departs from the gate 22 and boarding begins at 10:30 a.m. Demak, sizning flight parvozingiz, departs uchib ketadi demak. Sizning parvozingiz qaysi darvozadan chiqib ketadi? Qaysi darvozadan chiqqan holda, demak, o'sha reysingizga yetib olasiz. 22, gate 22. Eng muhimi bo'lgan so'z gate, ya'ni o'sha darvozani bilsangiz eng muhimi. Your gate 22, okay? So your flight departs from gate 22. Parvozingiz 22-darvozadan chiqqan holda o'sha parvozingizga yetib olishingiz kerak, reysingizga. And boarding begins. Boarding, ya'ni samolyotga chiqish, hamma passajirlarni samolyotga chiqish protsessi qachon boshlanadi? 10:30 a.m. 10:30 da ertalab. Ertalabligini qayerdan bildim? Bilamizki, soat turlari bor. 12 soatlik soatda biz AM va PM qo'shimchalarini ishlatamiz va u yerda bizda 22:00, 17:15 kabi soatlar yo'q. Ya'ni 12 gacha aylanib keladi. Demak, kechasi 12:00 dan ertalabki soat 11:59 gacha siz AM qo'shimchasini ishlatasiz. Kunduzgi 12:00 dan kechasi 11:59 gacha PM qo'shimchasini ishlatasiz. Shuning uchun 10:30 AM turgan bo'lsa, demak ertalabki 10:30, PM turgan bo'lsa, kechki 10:30 bo'lgan bo'lar edi. Okay. Keyin biz nima deb javob beramiz albatta? Thank you yoki thank you very much. Can you tell me where the security checkpoint is? Demak, security checkpoint bu siz boarding passni olganingizdan keyin aynan o'sha reysga chiqib ketadigan lounge zonangizga borguningizcha aytaylik, siz o'tadigan tekshirish etaplari amalga oshiriladigan joy, ya'ni security checkpoint deyiladi. Ya'ni sizni sumkangizni, qo'l yukingizni yaxshilab tekshirishadi, sizni o'zingizni va o'sha pasportingizni yana bir marta va hokazo har xil tekshiruv prosesslari bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu umumiylashtirib security checkpoint deyiladi. Va siz o'shandan o'tganingizdan keyingina sizning darvozangiz oldida kutish zonasiga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'sha security checkpoint sizga kerak bo'lgani sababli aeroportda qidirib yurmaslik uchun shu savolni berishingiz mumkin. Can you tell me where the security checkpoint is? Can you tell me where the security checkpoint is? Okay. Certainly, albatta yoki sure javobini berishlari mumkin. It's just down the hall to your right. Qarang, bu yo'nalish berish. Yo'nalish berishlarini biz oldingi darslarda o'tganmiz. O'sha darslardan qidirib topib, albatta tomosha qilib o'rganing. Bu yerda shunchaki tarjimasini tushuntirib o'tib ketaman. Down the hall, ya'ni down pastga qarab yurishingizni nazarda tutiladi. It's just down the hall, ya'ni o'sha zaldan pastga, to your right, o'ng tarafingizda. To your right, to your left bo'lsa chap tarafingizga. Okay, thanks a lot. You're welcome. Have a nice flight. Kabi tilaklarni eshitishingiz mumkin. Have a nice flight. Okay. Aytaylik, siz boarding passingizni oldingiz va security checkpointga yetib keldingiz. Security checkpointda qanday dialoglar bo'lishi mumkin? Shuni ko'ramiz. Okay, security officer, ya'ni o'sha yerda ishlaydigan ofitser, ishchi, xodim, nima deyishi mumkin sizga? Please remove your shoes, ya'ni iltimos, remove, chiqarib tashlang. Oyoq kiyimlaringizni, belt, kamaringizni, and any electronics va istalgan elektronika qurilmalaringizni from your bag, sumkangizdan. Odatda sumkadan ham so'ramasliklari mumkin, ya'ni o'sha rengendan, ya'ni o'sha rengen qiladigan joydan o'tkazganingizda agar shubhali ko'rinsa, shunda alohida sumkangizni ochib yanada ko'rsatishingizni iltimos qilishlari mumkin. Yoki odatda o'zingiz kiyib turgan oyoq kiyimingizni ham yechishni so'rashlari mumkin. Agar oyoq kiyimingiz aytaylik balandroq bo'lsa,
Ya'ni oddiy tufli emas, balki etik va shunga o'xshash qishki yoki balandroq oyoq kiyim bo'lsa, shunda yechishni so'rashlari mumkin. Aytaylik, qanday ko'rinishda bo'lgan bo'lardi. Please remove your shoes. Please remove your shoes. Okay. Va shunda nima deb yana qo'shimcha savol berishimiz mumkin. Do I need to take out my laptop as well? Do I need to take out my laptop as well? Laptop, ya'ni o'sha notebookimni ham chiqarishim kerakmi? Yoki do I need to take out my iPad as well? Do I need to take out my chargers as well? Charger bu zaryad oladigan moslama, uskuna. Va bizga qanday javob berishlari mumkin? Yes, laptops need to be placed in a separate bin. In a separate bin. Ya'ni alohida korobkaga joylashtirilishi kerak notebooklar. Any liquids must be in containers of 100 milliliters or less and placed in a clear plastic bag. Any liquids, istalgan suyuqliklar. Any liquids, istalgan suyuqliklar must be in containers, ya'ni konteynerlarda bo'lishi kerak. 100 va undan oshib ketmagan darajada. Ba'zi bir security checkpointlarda 50 qo'yishgan limit. Shuning uchun u yerda qanday ma'lumot olishingiz ham muhim yoki siz o'zingiz aniqlashtiruvchi savol berishingiz mumkin. What is the limit for liquids? Aytaylik. What is the limit? What is the liquid limit? What is oddiy. What is liquid? Suyuqlik. Limit. Suyuqlik limiti. What is the liquid limit? Okay. Va sizga aytishadi. Okay, here you go. Mana. Ya'ni aytilgan ishlarni qilib bo'lganimizdan keyin here you go. Mana. Officer, thank you. Please step through the scanner. Step through the scanner. Step o'zi qadam degani. Step bu qadam tashlash degani ham. Step through nimadirni ichidan qadam tashlab o'tish. Scanner bu skaner albatta. Sizni skanerdan o'tishingizni iltimos qilishadi. Shunda agar shubhali ko'rinsa bizga, misol uchun, is everything okay? Hammasi joyidami? degan savol berishimiz mumkin. Albatta charchagan bo'lsak, hech qanday savol bermasdan shunchaki narsalarimizni olib davom etamiz. Yes, you're all set degan javob berishimiz mumkin. Yes, you're all set, ya'ni hammasi joyida. Everything is okay degan. Have a good trip. Yaxshi sayohat qiling. Yoki have a safe flight. Yaxshi parvoz qiling degan gaplarni eshitishimiz mumkin. Va endi oxirgi yo'nalishimiz aeroportda boarding gate, ya'ni o'sha siz samolyotga chiqishingizdan bir qadam qoldi, ya'ni o'sha darvozani oldiga keldingiz, o'sha darvozadan chiqib yoki avtobusga o'tirgan holda yoki alohida bir bridge yasalgan bo'lsa, unda o'shandan o'tgan holda samolyotga chiqadigan joyingizga keldingiz, demak gate agent, ya'ni o'sha darvozani oldida turadigan inson. Good morning passengers, we're now beginning the boarding process for flight 123 to London, let's say. Please have your boarding passes and IDs ready. Demak, yana bir marta. Good morning passengers. We're now beginning the boarding process for flight 123 to London. Please have your boarding passes and IDs ready. Demak, xayrli tong, hurmatli passajirlar, yo'lovchilar. Biz o'sha boarding processni, ya'ni sizning boarding pass talon oldingiz-ku birinchi. O'shani ko'rib va pasportingizni ko'rib, o'zlarining sistemalaridan ko'rib, hammasi joyida bo'lsa, taloningizni yirtgan holda sizni ichkariga yarmi o'sha taloningizni bir qismi bilan bergan holda ichkariga qo'yib yuborishadi va o'sha prosesni biz boshladik degan ma'lumotni beradi. Demak, shu gapni eshitdingizmi? Bemalol boarding qilishga o'sha tayyor bo'lib, hujjatlaringizni qo'lingizga olib olgan holda o'sha proses boshlanadigan joyga borishingiz mumkin bo'ladi. Demak, we're now beginning the boarding process. We're now beginning the boarding process for flight 123 to London. Parvozingiz detallarini aytishyapti. 123 to London. Please have your boarding passes and IDs ready. Boarding pass, ya'ni o'sha taloningizni va ID, ya'ni pasportingizni tayyor ushlab turing degan instruction berishdi sizga. Siz nihoyat o'z navbatingizda approach qildingiz, ya'ni bordingiz va nima deyishingiz mumkin? Here is my boarding pass and passport. Mana talonim va pasportim. Thank you. Your seat 12A. Enjoy your flight. Your seat 12A. Ba'zida
joyingizni aytmasligi ham mumkin va siz aniqlashtirish uchun what is my seat number deyishingiz ham mumkin, lekin o'zi aslida talonda yozilgan bo'ladi. Savolni berish ham unchalik ham muhim bo'lmaydi ko'p holatlarda. Thank you very much, you're welcome. Va shu bilan biz aeroportga taalluqli bo'lgan barcha muhim iboralarni ko'rib chiqdik. Sizlar uchun vazifa barcha ibora va gaplarni daftaringizga yozib oling va ularni albatta yodlang. You just need to imitate and practice, not a partner to improve your speech. So keep that in mind and just take time to work. See you in the next lessons. Have a safe flight.